Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Cherry Tipo 7 Pro modelini ko'rib chiqamiz. Xo'p, avvalambor bu avtomobilimizning oldi qismidan boshlaydigan bo'lsak, avvalambor birinchi bo'lib ko'zga tashlanadigan narsa bu avtomatik tarzda bu Cherry'ning logotipi hisoblanadi. Nikelli logotip bo'ladi va oldi reshotkaga e'tibor beradigan bo'lsangiz, romb uzoriga ega, romb naqshiga ega oldi reshotkamiz va birinchi bo'lib ko'zimizga tashlanadigan narsa bu zatemnённые fara, ya'ni qoraytirilgan faralar, fatfarnik va поворотник hisoblanadi. Bu birinchi komplektatsiyasini bu birinchi komplektatsiya sababli bu yerda o'zi aslida parktronlik datchik joylanishi kerak. Bu birinchi komplektatsiyamizda oldida parktronlik datchiklar bo'lmaydi, lekin yuqori komplektatsiyalarimizda bo'ladi va sizlar bilan yon qismiga o'tadigan bo'lsak, hop 18 dyumli ballonlarimiz 225 ga 60 18, ya'ni ko'rib turishingiz mumkin GT Comfort F50 modeli. Xo'p, ko'ryapsiz, ballon ancha katta, nima desam, go'shtdek shlifovanный, ya'ni shilingan diskalar va tormoznoy sistemalarini ko'radigan bo'lsangiz, tormoznoy diskalarimiz, tormoznoy supportlarimiz, tormoznoy qism va amortizator ходовойлari keladigan bo'lsak, MacPherson bo'ladi. Xo'p, old tarafdan salon qismiga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turishinglar mumkin, ancha katta. Xo'p, barlari bor, xo'p, klimat kontrol va e'tibor beradigan narsa bu yerda avvalambor birinchi bo'lib sideniya eko ko'jadan qilingan bo'ladi va perforatsionniy bo'ladi, ya'ni terlash oldi olingan bo'ladi. Xo'p, undan tashqari polniy torpedkalarimiz, xo'p, polniy bu yoqda nimalarimiz polniy ko'jadan qilingan yumshoq materiallardan ishlangan bo'ladi va yog'ochga o'xshatib ishlangan plastik ishlatilgan bu yerda yog'ochga o'xshatib. Xo'p, eshikni tag qismiga keladigan bo'lsak, xo'p, plastikdan ishlangan bo'ladi, lekin ancha-muncha ya'ni oyoqdagi shilinishlarga ancha chidamli bo'ladi. Uncha narsaga shilinib ketmaydi. Xo'p, orqa qismiga o'tadigan bo'lsak, xo'p, orqa qismi ham ancha keng va perforatsionniy sideniya va mini bar, barcha qulayliklarimiz mavjud. Orqada ham bemalol o'tirib ketsa bo'laveradi, 3 kishi. Xo'p, avtomobilimizni bagaj qismiga o'tadigan bo'lsak, xo'p, ko'radigan bo'lsangiz 470 litr, ancha katta hisoblanadi. Xo'p, zapaskалariga keladigan bo'lsak, juda ko'pchilik avtomobillarimizda dakatka bo'ladi. Bu avtomobilimizda esa полноценный hisoblanadi, ya'ni o'zini diski, o'zini ballonidan ko'rib turishinglar mumkin. GT Comfort F50. Xuddi o'sha model, xuddi o'sha razmer bu yerda yozilgan 225 60 R18. Xo'p, undan tashqari domkrat, xo'p, ballon ключ, tam buksir bu tarafda. Xo'p, barcha qo'shimcha jihozlari bor. Xo'p, e'tibor beradigan narsamiz bu yerda xo'p, bagajlik bo'ladi. Bagajligimiz elektronniy bo'ladi, elektroprivat bagaj hisoblanadi va ancha sezuvchanligi ancha yuqori. Xo'p, ko'rib o'tadigan bo'lsak, bu yerda baklarimiz joylashgan. Xo'p, orqaga o'tiradigan bo'lsak, xo'p, orqani ko'radigan bo'lsak, xo'p, orqada joylarimiz bor hali. Men o'tiribman, tizzadan bir mush joy hali oshib qolgan. Xo'p, orqada deflektor bor. Orqada pastda ko'rinayotgan bo'lsa, abagrev sideniyalar, USB-C kabel, USB-C port, xo'p, aytib o'tganimdek, mini barlar bor yana. Xo'p, shofer tomoniga o'tamiz, shofer tarafga o'tamiz. Xo'p. 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 Avtomobilimizga o'tirganda birinchi bo'lib e'tibor beradigan narsamiz bu multirul va bu yerda esa cruise control, limitli cruise control. Xo'p, undan tashqari avtomobilimizda 2 zonali klimat kontrol va konditsioner
mavjud. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ikkita cup holderlarimiz bor. Xo'p, undan tashqari, xo'p, avtomobilimiz o'zida akustikalari qismiga ko'radigan bo'lsangiz, bitta, bu yoqda esa ikkita va mana bu yerda ham ikkita akustikamiz joylashgan. Har bitta eshikda 4 tadan 6 ta, 8 ta va yon eshikda ham akustikamiz bor. 9 ta общий hisobda 9 ta akustikamiz mavjud. Xo'p, avtomobilimizni kapot ostiga keladigan bo'lsak, turbina motor joylashgan bo'ladi. Xo'p, avtomobilimizning motor qismi, akkumulyator, предохранительlar va miya qismi Bosch kompaniyasidan bo'ladi. Ya'ni ko'rinayotgan bo'lsa, ya'ni ko'rindi. Xo'p, bu avtomobilimizni endi to'liq qismlariga o'tadigan bo'lsak, xohlasangiz avtokreditga xarid qilishingiz mumkin. Xohlasangiz naqd to'lovga olaman desangiz, chegirma qilib beramiz. Yokida bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Barcha to'lov usullarimiz bor. Manzilimiz Andijon viloyat 80 metrli aylanma ko'chada joylashgan.